Ding so'manni oshxonaga kirib yevermay, endi uyingizda etib sinab beqing. Etish usuли intayin oddiy, birlik o'zingizz o'rganib olalaysiz, ta'mi gap ketmaydi. Buni qanday qatdimki, qanamiz birlikda o'rganaylik. Avval qilgish bo'lamdi yoki qo'ygish bo'lamdi, ushaq to'g'rib olamiz. Achchi qilib ding so'man qilib bir xumarimdan chiqsam bo'ldi degan xonim qizlarimiz ma'oshish bizdan ushaq to'g'rab selib etinglar. Ajoyib achchi xumaringlardan chiqadi ekansizlar. Achchiq yemaydiganlar tavsiya sanmanglar. Ondan keyin chingsay qizillar, ko'klarlarni videoda ko'rsatgan bo'yicha ushaq to'g'rib olamiz. Ding so'manning xamirini lag'man xamirdek yo'g'irib tayyor qilib olsanglar bo'ldi. Videoda ko'rsatgan bo'yicha inchik tatib olgandan keyin ushaq qilib kesib olamiz. Ondan keyin qozon silib pishirib olgandan keyin sovuq suvda bir chaqib etamiz. Mushunga o'xshash oil taomlardan 60 xil dars tayyorladim. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabba. Bozorlik sovuq say darsikimizni 60 xil darsni 10 qo'y bilan o'rganaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran studi numeri shu. Qozonga ozroq may qo'yib go'shtni silib sarg'aytib pishirib olamiz. Go'shtni bekroq qo'ritinglar. Undan keyin so'ng piyoz, lapiza, undan keyin oshni qizartish uchun uyimiz chanib olgan lazım bir qo'shqa tarafni silib etamiz. Undan keyin yeshil purchoq pamdirini silib birishga qo'rvatgandan keyin cho'ng ustamning manpar so'man tetitqisidan bir qo'shqa tarafni silib olsakli bo'ldi. Cho'ng ustamning cho'ngligi bormish oilda so'man qo'rsam ta'mini, rangini yaxshi chiqaramayotman degan xonim qizlarimiz bir ishiltib sinab beqinglar. Ta'mi gap ketmaydi, ajoyib o'xshaydi. Undan keyin chingsay basaylarni silib birishga qo'rvatgandan keyin bir chumush qaynoq suv qo'yib takshiylashtirib olamiz. Rangini chiroyli chiqarish uchun ko'k qizil lazlardan azroq silib, samsaq silib etamiz. Undan keyin tuz ta'min tetib olgandan keyin hozir pishirib olgan cho'pimizni silib, azroq jonga qo'yib etamiz. Rangiga ta'mi gap ketmaydigan ding so'minimiz tayyor bo'ldi. O'rganib oldingizmi? Qiynamsiz etib sinab beqing.